zaharni pulga sotib olyapmiz, do'zaxni pulga sotib olyapmiz. Bunda ahmoq odam bor. Uni misolini aytaymi sizga? Bitta bolaga 100 dollarni berib turib, oshna, mana bu bita bilan meni urib sindirib yubor degandan battarda bu. Chunki u bita bilan urib sindirib yuborishi siz bilan meni albatta mayib qiladi, do'zax qilmaydi lekin. Lekin sigaret mayib ham qiladi, qiyomatda azobga ham yetadi. Shuni pulga sotib olyapmiz. Sizlar, biz emas, sizlar. Shuning uchun xulosa qilinglar bolalar. Uni tirnorovka qilinglar. Zalga kirib 32 kilolik toshni hech bo'lmaganda hozir 40 ta ko'tarishlang kerak. Bormi ko'taradi? 40 ta. Hech bo'lmaganda ko'tara olmaysizlar. Ko'tarish kerak. O'g'il bola jismonan baquvvat bo'lishi vojib, bilasizlar shu. Vojib degani mana vitr vojib namoz bor. Qurbonlik so'yish vojib. Shuni urvinidagi vojib.